Xotin? Dilosh? Tinchlikmi adasi? Ha, shu yerdanmidi? Ko'chaga chiqqaning yo'qmi? Uxlab ketuvdingiz-ku. Bilasan, men havodan ham rashk qilaman seni. Ko'zim oldida yurgan. Men bugun senga. Dilosh, xotin! Tinchlikmi? Mana shu yerdanmisan? Nima rashk qurasiz? Men seni hammadan rashk qilaman. Pashshadan ham, changdan ham, tushundingmi? Shuning uchun ko'zim oldida o'tir. Dilosh, xotin! Oyga deyizdan rashk qurasiz. Shu yerdaman, hech qayerga ketganim yo'q. Men seni tushlarimdan ham rashk qilib chiqaman. Bugun uxlamasam kerak. Dilosh, xotin, qaytasan? Ha, shu yerdaman. Nima yana? Ya bilasan-ku, men seni rashk qilaman hamma narsadan. Yo'q, oshxonaga kirib chiqaylik. Men nima qilaman o'tda? Sen kim bilan qolmoqsan bu yerda o'zing? Xotin! Dilosh! U oshxonadaman. Ronaldo bilan idishyapman. Assalomu alaykum qadrli Ronaldo bilan idishyapman. Mana Ronaldo qayerda? derbi uchrashuvi guvohiga aylanamiz. Lekin negadir maydonda Cristiano Ronaldo ko'rinmayapti. Xotin! Rashk qilasanmi, qizg'onasanmi,